Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. 1 apreldan elektr va gaz narxi oshmaydi. Elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarning kuchga kirish muddati uzaytirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini yoqilg'i energetika resurslari bilan ishonchli tarzda ta'minlash, shuningdek aholi hamda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Vazirlar Mahkamasiga elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarning kuchga kirish muddatini kechiktirish topshirig'ini berdi. Yangi tariflar avval rejalashtirilgani kabi 1 apreldan emas, 1 maydan kuchga kiradi. 2024-yil 16 apreldagi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga buni nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq 1 apreldan tabiiy gaz uchun ijtimoiy norma hisoblangan 100 kub metrgacha bo'lgan iste'mol 650 so'mdan 1000 so'mga, elektr energiyasi esa 200 kWh bo'lgan iste'mol uchun 450 so'mdan 600 so'mgacha qimmatlashi e'lon qilingandi. Manba Xabar.uz. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.